ishonch do'konlar tarmog'ini tantanali ochilish marosimiga xush kelibsiz deymiz. Qadamlaringizga hasonatlar bo'lsangizda. Bizda hali sovg'alar bor, hali konkurslar bor, hali yana davom etadi. Qamashi rayonimizda ishonch magazini ochildi. Ochilish marosimi juda zo'r bo'ldi. Mana biz sovg'alarni oldik, sovg'alar juda og'ir ekan. Hamma narsa sifatli mahsulotlar. Bosa arziydigan narsalar ekan. Mana shu do'konda xizmat qilayotganlar barchalariga rahmat. Bugun bizga quvonchimiz cheksiz. Bayram qanday bo'lyapti? Kayfiyatingiz zo'rmi? Hammalaringizga ishonch do'koni galdiga ochilish marosimi muborak bo'lsin. Bitta pasport shuning evaziga muddatli to'lov asosida 40% chegirma bilan biz mahsulotlarni oldik. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.